Men sizlarga bugun meni bir kunlik videoyimni qilmoqchiman, ko'rsatmoqchiman. Bir kunlik kunimni. O'qish uzoqdaligi uchun tezda ketishimiz kerak. O'qisirab har doim. Ana qizim boshliqlarga o'xshab kutib turadilar. 오늘은 비에 보가 있습니다. Mana bizda Koreyada gullar gullagan. Arlabda hech qayt ochmagan bo'ladi. Faqat mani qizimiz zavtrak qilmagan bo'ladi. Uyda kichkinagina kartoshka chop beraman yeydi. 3,5 ming won, 3,5 ming won $1. Anvar bilan biz hozir yana koreyanka xodimim bilan universitetga ketyapmiz. Universitet Seul taraflarida, lekin bizga yaqin bo'lsa ham probkaligi uchun tezda ketishimiz kerak. Ko'rsatamiz sizlarga ham ozgincha. Bugun mana universitetga uchrashuvga keldik Anvarjon bilan. Anvarjon video olyapti, operatorim yo'q. Azizlar, bugun biz universitetga ustozlar bilan ko'rishdik. Universitet juda ham zo'r, ayniqsa Seuldaligi zo'r. Yotoqxonalaring ham Seulda qo'rqindigida. Bu yoqda men bilaman, Gangnam mani qizimni aktyorskiylari, entertainmentlari bordi. Dasomani juda ham ko'p kelganman. Metroda yurish kerak. Mashinada yurib bo'lmaydi, probka rosa. Zo'r. Nima ishimni qilib bo'lib, Imonaxonni olgani keldim. Imonaxonni o'qishi, sizlarga aytganimdek 1 soat. Lekin hozir 1 soat ketmadi. 55 minut ketdi. 55 minutda mana keldim. Hozir olaman. Olganimdan keyin Imonaxon bilan uyga kiramiz. Keyin sport zalga chiqaman. Sport zaldan keyin kirib kitobimni o'qiyman. Shu bilan xayrli tun bo'ladi. Ya'ni bugun sizlarga harakat qildim bugungi kunimni ko'rsatishga. Mana 약 200m. Onu qizmi? Imon. Hamma domlarning pastida, yo tepasida shunaqa sport zallar bo'ladi. To'g'ri, o'zimni joyimga boraman. Va nihoyat sport zalimga keldim.